Bugun O'zbekistonda iqtisodiy ko'rsatkichlar qanday o'zgarmoqda? Valyuta kurslari, ishlab chiqarish hajmi va qishloq xo'jaligidagi yutuqlar haqida to'liq ma'lumotni ushbu videoda taqdim etamiz. 13-oktyabr holatiga ko'ra O'zbekiston banklarida valyuta kurslari quyidagicha: AQSh dollari 12.090 so'm sotib olish, 12.160 so'm sotish, yevro 13.860 so'm sotib olish, 14.100 so'm sotish, Rossiya rubli 130 so'm sotib olish, 155 so'm sotish, Xitoy yuani 1550 so'm sotib olish, 1770 so'm sotish. 2024-yilda O'zbekistonda 1,4 million tonna piyoz yetishtirildi. Bu ko'rsatkich mamlakat oziq-ovqat xavfsizligi va eksport salohiyatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. 2025-yilning 8-oy davomida O'zbekistonda 18,4 trillion so'mlik elektr jihozlari ishlab chiqarildi. Bu sanoatning raqamli texnologiyalarga o'tishini aks ettiradi. Markaziy bank inflyatsiyani nazorat qilish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun foiz stavkalarini yangilab bormoqda. Bu moliyaviy muvozanatni saqlashda muhim omil hisoblanadi. O'zbekiston MDH va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan iqtisodiy hamkorlikni kengaytirmoqda. Eksport va investitsiyalar hajmi ortmoqda. Raqamli to'lov tizimlari, fintech startaplar va mobil banking xizmatlari O'zbekistonda tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Valyuta kurslari va iqtisodiy ko'rsatkichlar O'zbekistonning global iqtisodiy maydondagi o'rnini belgilaydi. Barqarorlik va innovatsiya asosiy yo'nalishlar. Agar sizga ushbu mavzu qiziq bo'lsa, videoni yoqtiring, obuna bo'ling va fikrlaringizni izohmanda qoldiring.